Biz arkadagi ko'rib turibsizlar, Application Support Center deydi. Bu nima bu? Application Support Center USCIS bilan ishlaydi. Amerika davlati bilan ishlaydi, ammo biz hozir Amerika davlati bilan ishimiz yo'q. Biz nima qilyapmiz? Kanadaga turist vizasiga Amerikadan turib ariza to'ldirganmiz. Ariza to'ldirgandan keyin mana bunaqa forma keladi, ustida yozilgan bo'ladi. Ustida mana bunaqa kodlari bilan forma keladi. Kodlari bilan forma kelgandan keyin unda aytadi, arzida polni yozasiz, kuningiz, nima qilib yuribsiz, qayerda yashayapsiz, arsangiz onlayn to'ldirasiz. $110 qancha edi? $110 necha edi? $110 anaqa uchun to'laysiz, yana $150 atrofida bo'ladi. Kanada dollarida, Amerikan dollarida bir $110 ga to'g'ri keladi. Amerikan dollarida, Kanada dollari kuchsiz. Keyin sizga eng uyingizga yaqiniga appointment olasiz, ammo bu appointment kelishdan oldin siz Amerikada legalni bo'lishingiz kerak. Masalan, qochoq statusiga topshirgan bo'lsangiz, deportatsiyada turmagan bo'lsangiz, legalni hisoblanasiz. Chunki legalni hisoblanasiz, bemalol kelaverishingiz mumkin. Chunki qonuniy dokumentlaringiz bor, deportatsiyada emassiz. Videongiz qiyshayib ketyapti. Deportatsiyada emassiz, o'shaning uchun bemalol kelishingiz mumkin. Qog'ozni olgandan keyin sizga yana bitta xat keladi Kanadadan, aytadi biometrikka borasiz deydi, appointment qilib olasiz deydi. Appointment qilib olish uchun yana bitta qog'oz to'ldirasiz. Mana bu qog'oz mana bunday appointment degan bo'ladi. Vaqti, kuni, soati belgilangan bo'ladi. O'zingiz tanlaysiz, kuningiz qaysi vaqt, qachonligini. Keyin 15 minut qolganda mana bu yerdan 15 minut qolganda kirasiz ichkariga, kirib ichkarida buni nima qiladi? Pechatni palslaringizda oladi, rasmlaringizda oladi. Undan keyin Kanadaning ikkinchi etapiga o'tasiz. Xudo xolasa vizangizni olsangiz, bemalol Kanadaga borib 10 yillik viza bo'lsa yuraverasiz. Mana shuni birinchi etapidamiz hozir. Dokumentlarni to'ldirgandik onlayn hammasini. Mana bunaqa forma olgandik, biometrik deb yozib qo'ygan ustida. Endi ikkinchi etapi buni olgandan keyin intervyuga chaqiradi, viza beradi, bermasligi mumkin. Ko'ramiz nima bo'ladi. Mana shu xudo xolasa vizani olsa, bu odamimiz Kanadaga ketadi, 10 yillik viza, Amerikani arizasini yozib tashlab chiqib ketaveradi. Bo'pti, bo'lmasa ko'rishguncha keyingi davomini nima bo'lyapti, bundan keyin ikkinchi etapini sizga bildiramiz. Viza berdimi, bermadimi? Любой bittangiz topshirishingiz mumkin. Legalni yurgan bo'lsangiz, qochoq statusi bo'lsangiz, deportatsiyada turmagan bo'lsangiz, delangiz sudda bo'lsa ham bemalol bu yerga kelib dokumentlarni Kanadani onlayn topshirib, hamma narsani yuklab, keyin mana bu yerga pasportingiz bilan kelasiz. Pasportingiz bilan kelib, pechat dokumentlarni topshirib, pechatni politsiyada ikkinchi protsessga o'tib ketaverasiz. Bo'pti, ko'rishguncha mayli.